Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. O'zbekiston telekanalida xasta bo'lmang ko'rsatuvi studiyada men Nigora Karimboyeva. Barchangizga sihat, salomatlik tilagan holda bugungi ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Bugun biz dasturimizga reproduktiv tibbiyot va genetika instituti jamoasini taklif etganmiz. Institut rahbari tibbiyot fanlari doktori Dilmurod Ergashev va ularning hamkasblari yana studiyamizda. Assalomu alaykum. Sizlarni ko'rganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Marhamat, o'z o'rinlaringizni egallashingiz mumkin. Bugungi ko'rsatuvimiz ekspertlari bilan tanishing. Dilmurod Ergashev, reproduktiv tibbiyot va genetika instituti rahbari, tibbiyot fanlari doktori. Nargiz Mirzaahmedova, tibbiyot fanlari doktori, shifokor reproduktolog, ginekolog. Nigora Oripova, tibbiyot fanlari nomzodi, shifokor reproduktolog, ginekolog. Nozmaxon Hikmatillayeva, shifokor reproduktolog, ginekolog. Yelena Romanova, shifokor androlog. Behzod Ibodov, shifokor genetik. Nodir Toirov, shifokor sitogenetik. Hurmatli teletomoshabinlar, xasta bo'lmay ko'rsatuvi jonli efirda, telefonlarimiz sizni xizmatingizda. Bugun studiyamizga kelgan barcha shifokorlarga savollaringiz bo'lsa, bemalol murojaat qiling. Agar tusha olmasangiz, Telegram chatimiz ham siz uchun ishlab turibdi. Yana bir bor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelibsiz. Mana qishning so'nggi kunida sizlar bilan ko'rishib turibmiz. Bugungi suhbatimiz ham manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Dilmurod aka, yaxshi xabar eshitdim. Sertifikat haqida, xalqaro sertifikat haqida sizlarni tabriklayman, muborak bo'lsin. Keling, shu haqda ham gapirib bersangiz. Bizlar bir yil tayyorgarchilik ko'rdik. Shu xalqaro akkreditatsiya deydi buni. O'zi chet eldan agarda biza bemor olib kelishni xohlaydigan bo'lsak, biza klinikalar hammasi shu Yevropa yoki Amerika akkreditatsiyasidan o'tish kerak. Biz Germaniyani o'sha nazorati altida bir yil ichida butun klinikani o'sha Yevropa standartlariga olib keltirdik. Ular bir necha marta kelib tekshirib ketishdi. Oxirgi marta dekabrda, mana hozir oxirgi o'sha tayyor bo'lgandan keyin kelib ko'rishib, bizaniga o'sha ikkita sertifikat berishdi. Sifat va o'sha tibbiyot sotvetsiyasi deyiladi. O'sha Yevropa talablariga javob beradigan, eko qiladigan IVF o'sha bizada shunaqa deb aytiladi, eko qiladigan klinika deb berildi. Bu O'zbekistonda yagona birinchi klinika bo'ldik. Xalqaro o'sha attestatsiyadan o'tgan. Endi biza shu narsa bo'lgani uchun insurance deydi, ya'ni o'sha kafolatlangan tibbiyot orqali chet eldan bemorlar kelib, bizda O'zbekistonimizda bizani klinikada bemalol davolansa bo'ladi. Ular yubora oladi, ya'ni chaqirsak bo'ladi. Ular nimaga yubora olmaydi? Chunki sizda o'sha xalqaro sertifikat bo'lmagani uchun yubora olmaydi, boshqa qildira olmaydi. Mana bu O'zbekistonning salohiyatiga, tibbiyot turizmini rivojlantirishga qo'yilgan bir qadamlardan bittasi va bizni o'sha Yevropa tan olganligi to'g'risida dalolat hisoblanadi. Men sizni chin dildan tabriklayman, sizni va jamoangizni, chunki O'zbekistonda birinchi bo'lib aynan shu sertifikatni qo'lga kiritdingiz va klinikangizga yana omad tilaymiz, chunki nafaqat o'zbekistonlik bemorlar, balki endi chet eldan bemalol kelib o'zlarining dardlariga davo topishlari mumkin. Dilmurod aka, bugungi kunda siz rahbarlik qilayotgan reproduktiv tibbiyot va genetika institutida genetika bo'yicha ilmiy ishlar olib boriladi. Shu haqda ham to'xtalib o'tsak. O'zi genetik laboratoriyalar O'zbekistonda mana bir necha yil oldin ham umuman bo'lgan emas. Mana birinchi o'sha genetik laboratoriyalar, mana birinchi Haysky degan o'sha sitogenetik laboratoriyani mana Nodirjon o'sha bo'limi boshlig'i, mana bu yerda Behzodjon bor. Bular genetik vrach. Genetik vrachchi o'zi yaqingacha ikkitagina dona O'zbekistonda bor edi. Hozir mana sekin-sekin mana ko'payishib, boshqa qilishyapti. Endi genetik vrach
tushuncha ham bo'lmagan, laboratoriya bo'lmagan uchun genetik vrach ham bo'lgan emas. Bizda mana bugun orfan kasalliklarni kuni hisoblanadi o'zi butun dunyo bo'yicha. Lekin nimaga orfan kasal? Chunki buni kamdan kam noyob uchraydigan kasallik, u genetik omiliga ega, uni tushunmagan ham odam, uni bilgan ham emas odam, uni hech kim davolagan emas. Lekin shu paytda qimmat dorilarni davlat sotib olib, shuni hisobiga bularga yordam berib ketgan. Mana endi bu yog'iga bizda o'sha kuchli molekulyar sitogenetik genetik laboratoriyamiz bor, mutaxassislarimiz bor. Bular respublikada eng birinchi boshlagan mutaxassislardan biri. Shularning yordamida bu sohani ham rivojlantirib bormoqda biz. Tashakkur. O'zi aslida ko'rsatuvlarimizga ko'p kelasiz va har gal kelganingizda masalan o'zim uchun qandaydir yangiliklar olaman, lekin eslayman genetik bepushtlik haqida shunchaki gapirib o'tib ketganmiz, lekin batafsil gaplashmaganmiz. Keling shu haqda ham to'xtalib o'tsak, chunki juda ham ko'pgina kasalliklarning negizida siz doimo aytasizki, genetika yotadi, Nigora, avval shuni o'rganish kerak deganlaringiz hali ham yodimda. Genetik bepushtlik o'zi nima? Nimadan kelib chiqadi? O'zi Nigoraxon, har bitta kasallik tagida o'zi genetik omil yotadi o'zi. Hali bilmaymiz nima uchun. Qarang, yosh bolada kam bo'ladigan bo'lsa, yoshimiz o'tgan sari bizda o'sha genlarning buzilish sharoiti kuchayib boraveradi. Ya'ni qanaqadir yashirin yotgan qanaqadir omillar o'sha qanaqadir bir sharoitga tushganimizda ahvolga qarab turib, boshqa qilib turib, shu genetik omillar ishlay boshlaydi. Lekin bizda tug'ma ham o'sha genetik kasalliklar bo'lishi mumkin. Mana bu yerda aytib berishadi, xromosom o'sha kasalliklar bo'lishi mumkin. Bugun juda ko'p shunaqa ahvollar bo'lyapti. Ilgari shularni даже diagnostika ham qila olmaganmiz. Mana birinchi bizda shu Hayskay, mana Nodirjon bor, aytib bera oladi. O'sha ilgari diagnoz qo'yib ko'ra olmagan narsalarimizni ko'ryapmiz, to'g'ri diagnoz qo'yib, endi korreksiya deymiz, uni davolash ham xuddi shunga o'xshagan. Genetikimiz kuchli bo'lgani uchun, o'sha bu kasalliklarni yaxshi bilgani uchun hamma bepushtlikdagi genetik omillarni topyapmiz. Ilgari mana qarang, urug'i yo'q bo'lgan bemorlar, aslida bizda 0 deyishadi xalqimizda, o'zi azospermiya hech nima qilisha olmasdi. Mana juda ko'p shu doktorlarni "Sen endi bola asrab olgin" degan hali sentr urologiyada o'tda bitta qog'ozlarni yig'ib qo'yganmiz. Shular hammasi bolali bo'lib ketdi. Nimani hisobiga? Shu genetik to'g'ri diagnoz qo'yganimiz va uni to'g'ri davolaganimiz hisobiga hozir o'sha genetik muammolar bo'lgan holatda ham davolaydi. Lekin agar epigenetik bo'lsa, hayot davomida orttirilgan, boshqa qiladigan kasalliklar bor. Bularni o'zi почти 90% ga yaqin holatida davolab bilyapmiz. Tashakkur. Keling bo'lmasa sizdan so'rayman, genetik bepushtlik degan tashxis qo'yish uchun aslida qanday analizlar topshirish kerak? Ya'ni qanday tahlillardan so'ng aynan mana shu tashxis qo'yilishi mumkin? Albatta, hozirgi kunda kun sayin oshib borayotgan bepushtliklar sabablarining ichida genetika muhim rol o'ynaydi. Bunda bo'lishi mumkin xromosoma patologiyalari, ya'ni klassik xromosoma kasalliklariga, demak Down, Edwards yoki Shershevskiy-Terner, Klinefelterni misol qilsak, klassik turida o'sha aniq ko'rinishida o'sha kasallik namoyon qiladi. Lekin mozaik formalarida u namoyon qilmasligi mumkin. Ya'ni sog'lom hujayralar bilan o'sha Shershevskiy-Terner hujayralari aralash yotadi. Mozaik turlarida ko'pchilik shifokorlar o'sha karyotip tekshiruvini, xromosomalarni tekshiruvini qilmaydi va samarasiz davo choralarini ko'rib boradi. Xromosoma patologiyalari, demak, translokatsiya bo'lishi mumkin, deletsiya bo'lishi mumkin, inversiya bo'lishi mumkin, duplikatsiya bo'lishi mumkin yoki monosamiya, trisamiya, bular o'sha bepushtlikka sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari gen kasalliklari bor. Ma'lum bir oqsilni yoki fermentni kodlaydigan genda mutatsiya bo'lsa, o'sha oqsil yoki o'sha ferment organizm tomonidan ishlab chiqarilmaydi va ma'lum bir gormon deymizmi yoki ma'lum bir o'sha reproduktiv salomatlik uchun javob beradigan mahsulotni ishlab chiqara olmayapti. Buni qachonki aniq to'g'ri diagnoz qo'yilsagina o'sha yetishmayotgan modda kiritilib, uni tuzalishiga yordam berilishi mumkin.
Demak, bugungi kunda to'laqonli ayta olamizki, genetik bepushtlikni ham davosi bor. Mana Nigor akam bugungi bo'lgan holatni aytib beraman. Doktorlarimiz hammasi bilishadi bu narsani. Bemorimizni juda katta pul ishlatdi, 1,5 ming dollarga yaxshi diagnoz qo'yish uchun. Endi genetik analizlar juda qimmat turadi. Endi biz ham shu analizlarni tekshirayotganda juda nima qilamizki, foydasi bo'larmikin, yo'qmikin, toparmikin tegi. Baribir katta nima hisoblanadi. Qarang, topdikda shu narsani, arginin genini bular mana aytib berayotganlarda o'sha mutatsiyasi bor ekan. Bu yerda arginin beruvdi 2 kunda bemor вообще boshqacha o'zgarish bo'ldi. Hammasi bilishadi bu holatni gapir. Ya'ni 20 dollarlik dori bilan keyin bu bolani hozir umri вообще o'zgardi. Haligi bunga o'sha birinchi yozib bergan, sanda hech qachon bola bo'lmaydi, seni tuxuming mayda, sen endi ota bo'la olmaysan degan bolaga mana bugun yechim topildi. Tashakkur, doimo aytamanki, siz kelganingizda teletomoshabinlarimizga qandaydir umid baxsh qilasizda. Bu juda ham muhim, chunki farzand kutayotgan oilalarimiz juda ham ko'p va agar ularga joyida hamma narsani tushuntirib bera olsak, ular ham murojaat qiladigan klinikalarni bilishadi. Demak, ularning ham muammosiga yechim borligidan xursand bo'lib, ularda umid paydo bo'ladi. Ana endi Telegram chatimizga kelgan savolimizga e'tiboringizni qaratmoqchiman, chunki aslini olganda o'tgan ko'rsatuvdan ham savollar qolganida, lekin bu savol sal boshqacharoq meni qiziqtirdi. Qizim 26 yoshda, turmushga chiqqaniga 6 oy bo'ldi. Bolaligida tez-tez kasal bo'lardi. Hayzi ham me'yorda kelmasdi. Yaqinda tekshirtirsak, bachadoni me'yordan ancha kichkina, tuxumdon faoliyati ham sust ekan. Genetik tekshiruvlar qildirdik. Doktor Shershevskiy-Terner sindromi tashxisini qo'ydi. Tabiiy yo'l bilan farzandli bo'lish ehtimoli yo'q ekan. Bunday tashxis eko orqali farzandli bo'lsa bo'ladimi? Va aynan mana shu sindrom haqida ham teletomoshabinlarimizga tushuntirib o'tsak. Behzod hozir shuni o'zi gapirdilar, как раз sindrom. Nargiz opa, siz aytib bering. Endi Shershevskiy-Terner sindromi o'sha o'zini uni mana shu kasallikni topgan avtor bo'yicha shundoq deb nomlanadi. Agar mana bu xromosomalarni ko'radigan bo'lsak, ayol kishida va erkak kishida 22 ta par somatik xromosomalar va bitta o'sha jinsiy xromosomalar bo'ladi. Ayol kishida XX, erkak kishida XY. Shershevskiy-Terner sindromida ko'pincha X monosamiya deyiladi. Bitta X xromosoma, ikkinchi xromosoma yo'q. Bu genetik tug'ma kasallik hisoblanadi va uni boshqa xil yo'llari bo'ladi va bunda tug'ilgan o'sha farzand, qiz bola farzandi ko'pincha disgeneziya deb aytamiz, uni tuxumdonlari yaxshi rivojlanmagan va reproduktiv o'sha salomatlikka nima deydi, zarar bo'ladigan sindrom sifatida tanilgan. U jinsiy a'zolari va tuxumdonlari kichkina tiyajlar hisobida bo'ladi. U reproduktiv funksiyani bajara olmaydi, hayz ko'rmaydi. Uni bo'yi past, bo'yni yo'g'on, o'shanaqa nima deydi, sindrom bilan kasallangan bemorlarda o'zining xususiy priznaklari bo'ladi. Ko'pincha tashqi qiyofasidan ham ko'rinadi. Tashqi qiyofasida ham bo'ladi. O'sha 4-5 barmog'i kichkina, mana bo'ynilarida kriliya deb aytiladi. O'sha ikkala tarafida xuddi qanotga o'xshagan skladkalari bo'ladi. Demak, Shershevskiy-Terner sindromida mana oyoq qo'llarida shish bo'ladi, limfostaz deb aytamiz. Lekin har doim ham xuddi shundoq klassik sindrom uchramaydi. Uni o'sha mozaichniy forma deb aytamiz. Mozaichniy formadagi qizlarda bo'yi pastroq bo'lsa ham, ularning orasida знаменитый aktyorlar ham bor. Demak, ular turmushga ham chiqishi mumkin va shuni bilamizki, ba'zi bir hollarda agar ularda tuxumdonda primarbit follikulalar saqlanib qolgan bo'lsa, tug'ma ravishda balkim homila ham bo'lib qolishi mumkin. Lekin o'sha bularning savollariga eko qildirsa bo'ladimi degan savolga, agar siz genetik kasallangan, misol uchun ayolni bilsangiz, undan qanaqa genetik farzand tug'ilishi mumkin? Chunki bu xromosoma mixlangan, unda narushение borligi aniq. O'shaning uchun ularga bu narsa tavsiya qilinmaydi, lekin yosh paytida diagnoz qo'yilsa, ularga o'rindosh gormonal terapiya beriladi, chunki o'zida ishlab chiqarilmagandan keyin bo'yi ham o'sishi mumkin, epifizlar yopilmaguncha, anaqa suyadagi epifizlar va ularda ikkilamchi o'sha jinsiy nima deydi, a'zolar rivojlanishi mumkin. Ular balkim turmush qurishi mumkin, o'sha oilada nima deydi, o'zini xizmatini, rolini bajarishi mumkin. Lekin farzandli bo'lib sog'lom farzand ko'radi degan garantiya ularga berilmaydi. Qarang, mana hozir savol berganlar, demak, deyarli savollarga javob berdingiz, chunki eko orqali farzandli bo'lsa bo'ladimi deb so'raganlar. Demak, agar kelib tekshiruvlardan o'tib harakat qilib ko'rsalar,
bo'lishi mumkin, lekin siz aytyapsizki, keyinchalik farzand sog'lom bo'ladimi yoki yo'qmi deyapsiz. Ko'pincha ularda shans yo'q, chunki nima disgeneziya gana tuxumdonlar rivojlanmagan bo'ladi ularda. Ko'pincha. X deyapti-da, mana bittasida turibdi, ikkinchisida 0. Hech nima yo'q deyapti. Yo, tushunib turibman, endi qo'shilganda qanaqa embrion bo'ladi? Qo'shilishi полноценный bitta onadan oladi, to'g'ri? 0 bo'lsa nima o'tadi? Homila bo'lmaydi o'shaning uchun. Endi bularni nima qilish kerak? Biza men aytamanki, hali bizada shu rolga qo'yilmadi. Tug'ilgan paytda o'zi asli kindaydan xromosom tekshirish qilib bilsak, masalan, mana shu bolalarga, shunaqa tug'ilgan bolalarga qanchalik vaqtli biza gormon terapiya boshlaydigan bo'lsak, bular keyinchalik sifatli hayot kechira oladi. Hamma gap mana shunda. demak, hamma gap ota-onalarda. Da. Vaqtida tashxis qo'yish kerak. Yana bitta savolda Dilmurod aka, mana hozir meditsina shunaqa rivojlanib ketganki, insonning ichidagi homilani keyinchalik ham qanday kasalliklarga duchor bo'lishini ko'ryapmiz. Buni ko'rish mumkinmi? Albatta, genetik tekshiruv shuning uchun kerak. Qani Behzod aytib Demak, skrining markazlariga murojaat qilgan homilador ayollarni homilasida turli xil shu xromosoma yoki gen kasalliklari shubha qilinsa, unda 3 xil tekshirish usuli bor. Noinvaziv prenatal test bor. Onani venoz qonidan olib, xromosoma kasalliklariga tekshiruv qilish mumkin. Yoki amniyotsintez, homilani amnion suyuqligidan, homila suvidan o'zi kontroli nazorati ostida suv olib, shu homilaga taalluqli bo'lgan hujayralar, ya'ni amniyotsit hujayralaridan xromosomalar nabori ko'riladi. Va aniq tashxis qo'yish mumkin. Undan tashqari shuni ham aytib o'tishimiz kerakki, eko faqat homilador bo'la olmayotgan insonlar uchun emas. Oilasida birta nogiron farzand tug'ildimi, uni albatta genetik shifokorga olib kelib, bu nima sababdan nogiron tug'ilganligini aniqlash kerak va keyingi farzandida ham shunaqa bo'lmasligi uchun o'sha kelib chiqqan sababni aniqlab, keyingi o'sha eko misol tavsiya qilinsa, embrion predimplantatsion genetik test qilib, ya'ni sog'lom embrion bachadonga agar implantatsiya qilinsa, sog'lom homila tug'ilishi mumkin. Nigoraxon, yana shunaqa narsa borki, biz agar sizni egzomingizni tug'ilgan odam egzomini endi qimmatroq tushadi, hali bu yana arzon bo'lib ketib qoladi. Ko'rib turib, hayot davringizda qanaqa kasalliklar sizni kutyapti, uni aytib berishingiz mumkin bo'ladi. Voy, Dilmurod aka, biz o'zbekmiz. Bizni mentalitetda bunaqa narsa bo'lishi juda qiyin, chunki biz borib Gollivudda bilasizku, o'zi mana ko'krak saratoni bo'ladiganini eshitib, o'zi ko'kragini oldirib tashlab, o'zi yurishdi. Angelina Jolini biz juda ham ko'p marta gapirganmiz ko'rsatuvimizda, chunki aslini olganda genetik analizlar juda ham ko'p sohalarda yordam berishi mumkin. Ham bizning sog'lig'imizda, ham farzandlarimizni qaysi tomonlama rivojlantirishimiz kerak yoki nimalardan ularni asrashimiz kerak. Даже o'sha, masalan, bola qaysi sport bilan shug'ullansa, qanaqa cho'qqilarga erishishini, shuni o'zidan ko'rib ham yetish mumkin bo'ladi. Demak, sekin-sekin rivojlanyapmiz. Bu narsa O'zbekistonda bor. Hurmatli teletomoshabinlar, agarda o'zingizni sog'lig'ingizga befarq bo'lmasangiz, agar iloji bo'lsa, albatta bu analizlarni, bu tahlillarni topshirish kerak. Masalan, bepushtlik yoki jinsiy muammolarda emas, bu har qanaqa kasallikda bo'ladigan har qanaqa muammoni topib bera olamiz. U muammosi yo'q bizda. Keyin bu materialni saqlab qo'yib, hozir mana yana bitta narsa, tug'ilgan bolalarni o'sha kindik qonidan stolovoy deymiz, o'sha kletkalarni saqlab qo'yish. Ularni saqlab qo'yganimiz kelgusida shulardan buni davolaydigan narsa tayyorlab odamni davolash mumkin bo'ladi. Shuning uchun hozir даже bugun o'sha narsa hali gen injener yuqori bo'lmasa ham, lekin tug'ilgan bolani tuxum o'sha kinday qonini saqlab qolish, boshi juda ham narsa bo'ladi. Yo'lga qo'linsa, bu ham juda zo'r narsa bo'ladi. Sekin-sekin har bir kasallikni tagida genetik omil borligini bilamiz va oldindan shu kasallik rivojlanmasligi uchun uni profilaktikasini qilib borish zo'r ish bo'ladi. Tashakkur, hurmatli teletomoshabinlar. Bir necha soniyadan keyin qaytamiz. Bizda hozir reklama.
Dr. D IVF klinikasi erkak va ayollar bepushtligini davolashga ixtisoslashgan va eko metodikasini O'zbekistonda birinchilardan bo'lib qo'llagan klinika hisoblanib, bugungi kunda yurtimiz va qo'shni davlatlar fuqarolariga sifatli, malakali xizmat ko'rsatib kelmoqda. Klinikada faoliyat olib borayotgan mutaxassislar ko'p yillik tajribaga ega va bir qancha xalqaro reproduktologlar assotsiatsiyalarining a'zolari. Dr. D IVF klinikasida barcha muolajalar xalqaro standartlar asosida zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda amalga oshiriladi. Jumladan klinikaning embriologiya laboratoriyasi innovatsion embrioskop bilan jihozlangan. Spermogramma tahlili esa xalqaro sertifikat asosida tekshiriladi. Dr. D IVF klinikasida barcha xizmatlar xalqaro baby program, IVF ID va Zordog dasturlarida raqamlashtirilgan holda olib boriladi va bu yerda hech bir bemorning ma'lumoti yo'qolmaydi. Shu kunga qadar Dr. D IVF klinikasida eko orqali farzandli bo'lgan juftliklar soni 10 mingdan oshib ketdi. Ilmiy yondashuv, xalqaro tajriba va sifatli xizmat Dr. D IVF klinikasi tanlagan yo'l. Xasta bo'lmang, ko'rsatuv jonli efirda sizlardan savollar kelyapti. Dilmurod aka, ruxsat bersangiz ularni o'qib eshittiramiz. Qizimni homilasi 14 haftalik, yo'ldoshi 60% ko'chgan deyishyapti. Juda ko'p jigarrang выделение kelyapti. Homilani saqlab qolsa bo'ladimi? Nigora, 60% bu narsani juda ham aniq qilib aytish juda qiyin, ayniqsa UZD orqali. Shuning uchun bu homiladorlikni davom ettirishni biz tavsiya etamiz, lekin masalan statsionar sharoitida yaxshi. Bu ayolga nazorat bilan o'zini kerakli tekshiruvlari o'tkazib turiladi, lekin 60% ko'chishi degani bu homilaning to'xtatiladi yoki tushadi degani emas. Bu homila davom etib oxiriga yetib olib, bemalol yo'ldoshi o'sib, o'zini funksiyasini bajarib, bu ayol eson-omon tug'ib olishlari mumkin. 24 soat nablюдениеda bo'lish kerak, lekin UZDda u aytgan narsa har doim ham aniq точно to'g'ri kelmaydi, 60%. To'g'ri kelmaydi. Lekin meni nazdimda, o'zim hayotimda ham bo'lgan bu narsa baribir mo'jizaga odam ishonish kerak deb o'ylayman. Kutish kerak, so'rash kerak. Menda bachadon kengligi 4-5 sm farzandli bo'la olamanmi? Nargiz opa. Bachadon kengligi 4-5 sm farzandli bo'la olamanmi? 4-5 sm o'zi agar o'rtacha o'sha bachadonni o'lchamlarini oladigan bo'lsak, o'sha biz aytamizki 49 mm bu eng kichkina razmer deb aytamiz va bundan katta bo'lishi kerak. Lekin kichkina bachadon ham gipoplaziya deb aytiladi. Birinchi emas, ikkinchi, uchinchi darajadagi bemorlarni ham ko'rganmiz. Eko muolajasida katta doza gormonlar qilinganda bachadon birpasda kattalashadi. Agar tuxumdonlarda zakira bo'lsa, bu muammo emas. Tashakkur. Yoshim 58 da, 53 yoshda hayzdan qoldim. Hozirda tinmay boshim og'rib, qon bosimim oshadi. 180 ga 90 bo'ladi. Davolanaman, foydasi bo'lmayapti. Klimaks asoratidan shunday bo'lishi mumkinmi? O'sha ayol kishi taxminan 55 deb aytamiz, 49 dan 55 yoshgacha o'sha klimaks davriga o'tadi. Bunda o'sha ayol kishini tuxumdonida ishlab chiqaradigan zaxira tamom bo'lib, estrogen gormonlarining nihoyatda tez pastga tushib ketishi hisoblanadi, tushadi, ko'rinadi va shunda miyadan chiqadigan follikul stimuliruющий gormon oshib ketadi. Shuni natijasida qon bosimi oshadi, ayol kishi tajang bo'lib qoladi, semiradi va agar nimada predispozitsiya bo'lsa deb aytamiz, qandli diabet ikkinchi turini ham starti shu holda boshlanadi. Endi agar qon bosimi oshadigan bo'lsa, ularga ko'pincha o'rindosh zamestительная гормональная terapiya deb aytamiz. O'shani birga qo'shib bersa, qon bosimini tushirish ancha oson bo'lib qoladi. Bularni nafaqat kardiolog, balkim o'sha ginekolog bilan birgalikda olib borish kerak bu bemorlarni. Mana shu terapiyadan bizni ayollar nimagadir qo'rqishadi-da. Shuning uchun balki Dilmurod aka keyingi safar shu haqda ham alohida O'sha qo'rqqani ham bilmaydi, qo'rqaveradi hamma narsadan. Men yosh bolaga o'sha ukoldan qo'rqqanday qo'rqaman deydi. O'ziga o'zi yon yetkazadi. Shunday. Yoshim 40 da, 14 yoshli qizim bor. 1,5 yoshda emizishdan chiqardim. Boshqa homilador bo'la olmadim. Ko'kragimda hali ham sut bor. 12 yildan beri qaytarishga dorilar ichdim, qaytmadi. Ko'krakda sut bo'lsa ham homila bo'lmaydimi? Endi bu ham gormonal. Sut bo'lish bu обязательно prolaktin oshdi degani emas. Bu обязательно ko'krak bezlarini o'zisi va prolaktin gormonini tekshirib ko'rish kerak. Shunda faqat biz qanaqadir korreksiya qilib natijani yaqinlashtira olamiz. Demak, sizni huzuringizga kelsalar, yordam berishga harakat qilasiz. Yoshim 40 da, 3 ta o'g'lim bor. YJK to'g'ri o'qidimmi? Qildirganman. Qiz farzand ko'rmoqchiman. YJKni
ochtirmay eko qildirsam bo'ladimi? IJK bu ixtiyoriy jarrohlik uslubi o'sha ayol kishini qayta homilador bo'lmasligi uchun kontratsepsiyaning bir usuli. Endi tushundim. O'sha trubalarni boylash deb aytiladi xalq tilida. Ko'pincha ayollar o'sha 2-3 ta farzandli bo'lgandan keyin shu narsani qilishadi-da, ozgina vaqt o'tgandan keyin yana homilador bo'lgisi kelib, endi boshqatdan rekonstruktiv plastika qilib ochtiraman deyishadi, lekin u rezultati bo'lmaydi, chunki boylangan truba o'sha ichidagi hujayralar atrofiya bo'ladi, spayka bo'ladi. Uni faqat eko orqali Mana aytyaptilar, eko Erkaklarda qildirsam ham- qayta erkaklarda homilador ham bo'lsa shunaqa holat bor, ayollarda ham bu ya'ni rekonstruksiya erkaklarda qilish mumkin. Ayollarda rekonstruksiyadan foyda yo'q, chunki uni ichidagi turbani ichidagi o'sha qo'lchalari hali qo'pol qilib aytadigan bo'lsangiz, ular ishlamaydi. O'zini funksional ahvolini tiklolmaydi baribir. Tashakkur. Turmush qurganimga 3 yil bo'ldi, homilador bo'la olmayotganim sababi prolaktin gormoni baland ekan, uni qanday me'yorga tushirsa bo'ladi? Bu ham noto'g'ri narsa. Endi kimdir shu narsani ko'rib turib aytgan. U prolaktinni yuqori degani u stressli bo'lishi mumkin yoki u haqiqatda necha minglab ko'tarilgan, haqiqatda o'sha hisobiga bo'lishi mumkin. Buning uchun o'sha reproduktolog, men endokrinolog emas, reproduktologga murojaat qilinadigan bo'lsa, buni to'g'ri tekshirib, omilini topib turib, uni korreksiya qildirib beramiz. Hech qanaqa muammo yo'q. Tashakkur. Dilmurod aka, sizni qo'lingizda ham savollar bor. Xohlasangiz ana shu savollarga o'tishimiz mumkin. Qizim 24 yoshda, yaqinda to'yi bo'ldi. Bunga qandli diabetni birinchi turi tashxisi qo'yildi. Bolalikdan insulin qabul qilib keladi. Insulin bepushtlikka sabab bo'lishi mumkinmi? Shu to'g'rimi? Nozima. Qandli diabet birinchi turda insulin zavisimiy diabet deb aytamiz. Bu bepushtlikka olib kelmaydi. Buni sababini aniqlash uchun turmush o'rtoqlari bilan tashrif buyursalar, biz aniq diagnoz qo'yib yordam berishga harakat qilamiz. Ayolim 30 yoshda, hayzi kelmaydi, farzandli bo'lishimiz kerak. Nima maslahat berasiz, Nigor? Agar shu hayz 30 yoshgacha bo'lgan davrgacha ham yoshliklardan kelmagan bo'lsin, birlamchi aminariya deymiz biz. Bizga kelsalar bularning gormonlari nima sababdan, buni 3 ta sababi, bachadonmi, tuxumdonmi yoki gipofizdanmi, qattiqligini sababini bilib, o'shani biza korreksiya qilib berishimiz kerak. Xromosom kasalliklar ham bo'lishi mumkin, genetik kasal bo'lishi mumkin. Kelishlari kerak, shuni tekshirib biz keyin korreksiya qilib beramiz va uni albatta topamiz 4 deyishadi. yil oldin abort qildirgan emas, shu bilan birga homila bo'lmayapti. Tekshirtirdim, progesteron gormoni 8-12 ko'rsatyapti, ovulyatsiya bo'lmayapti. Nima qilsa bo'ladi, Nargiz opa? Endi progesteron gormonini bu disfunksiyasi har doim bunaqa baland kuzatilmaydi. Uni sababini topish kerak. Bir xil paytda o'sha biz aytamizki kista желтого tela deb aytadi. Folikul yorilmagandan keyin hosil bo'lgan kistalar bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam o'sha disfunksiya bo'lib ishlayotganda bizda hozir shunaqangi bir organizmlar borki, depo forma. O'sha uni nima deydi, ukolini qilgandan keyin butun kerak bo'lmagan gormonlar hammasi nolga tushiriladi. Demak, uni bu savol to'liq emas. Uni kelib tekshiruvdan o'tkazgan keyin kelib chiqadi uni sababi va shunga qarab uni korreksiya qilish kerak. Karativ topshirgan edim, u xato chiqibdi deyishyapti. Karativda ham qilinganda xato qilish mumkinmi? Nodir? Odatdagi karyotiv tekshiruvlarda xromosoma qismlari oq-qora ranglarda bo'yab ko'rsatiladi. Bunda xromosomalardagi kichkina o'zgarishlar, mikro o'zgarishlar bo'lishi mumkin, mikrodeletsiyalar, mikrotranslakatsiya, inversiyalar bo'lishi mumkin. Uni malakali stegenetiklar ham aniqlay olmasligi mumkin. Hozir mana bizning klinikamizda Dilmurod aka aytib o'tganlaridek yangi zamonaviy HCK dasturi asosidagi tekshiruv yo'lga qo'yildi. Bu bilan boyagi kichkina o'zgarishlarni ham aniqlash imkoniyati mavjud bo'ldi. Shu agar odatdagi karyotiplash usullari patologiyani ham ko'rsatib bermasdan shu sog'lom deb tashxis qo'yishga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni agar shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, ilgari eskicha metodlar bilan qilgan bo'lsa, u yerda haqiqatda xato qilish bo'lgan. Hozirgi zamonaviy o'sha nimalar xato juda kam bo'ladi. Yoshim 30da, farzandim yo'q, 1 yildan beri hayz kelmayapti. Erkaklik gormonim ko'payib ketgan ekan. Ularni bartaraf qilish mumkinmi? Davolansam, keyin homilador bo'la olamanmi? SPKA holatida erkaklik gormoni baland bo'lib ketishi mumkin. Buni albatta korreksiya qilish mumkin va korreksiya qilgandan keyin homilador bo'lishlari mumkin. Polikistozda inseminatsiya qilish tavsiya etasizmi? Polikistozda shu estradiol gormoni past bo'ladi. Inseminatsiya uchun bizga 3 ta faktor kerak bo'ladi. Ovulyatsiya, truba ochiqligi, ya'ni bachadon naylari ochiqligi, o'tkazuvchanligi va spermogramma. Agar inseminatsiyaga to'g'ri kelsa, unda tavsiya qilamiz. Ingibin 20 chiqyapti. Qolgan gormonlar joyida.
lekin spermogramma 0%. Nima maslahat berasiz? Bizda bugun men Yelena Nikolayevna Romanovani taklif qilganman. O'zi androlog doktorlar o'zi barmoq bilan sanab bo'ladi. Endi ayollar shunaqa go'zal ayollar androlog bo'lish bu kamdan kam uchraydigan holat. Yana Rusmanovga martaban bilan o'zbek tilini bizdan yaxshi biladi. Qanday yaxshi? Da, Lenaxon nima deysiz? Ingibin 20 bo'lgan holatda tuxumni, ya'ni moyakni tuxumni ichida urug' yo'q deb hisoblaymiz. Ingibin 20 bo'lgan holatda boshqa gormonlar normada bo'lishi bu qiziq. Unday bo'lishi mumkin emas. FSH gormoni ham baland bo'lishi kerak, testosteron gormonlari tushib ketgan bo'lishi kerak. Bunday holatlarda maxsus davo choralari ko'riladi va 3 oy tayyorlangandan keyin mikroteza amaliyoti qo'llab urug' chiqsa ekoiksi yo'li bilan farzandli bo'lish mumkin. O'zi genetik ko'pincha tekshirish o'tishlarini maslahat beramiz bunaqa holatda. Chunki buni tagida bir ko'pgina genetik kasalliklar yotgan bo'lishi mumkin. Bora Behzod aytganlaridek mozaichnis bo'ladigan bo'lsa, o'sha qaysi formali, ya'ni sog'lom kasallar aralash quralash bo'lgani uchun даже ko'rinishdan odam dogадаться ham qilmasligi mumkin. Shuning uchun bunaqa holatda albatta genetik tekshiruvdan o'tish kerak bo'ladi. Sperma morfologiyasi 1% chiqdi, farzandli bo'la olamizmi? Yelena Nikolayevna? Albatta 1% morfologiya bilan tayyorlanib, yaxshilab davolanib, buni sababi genetiklarimiz orqali aniqlangandan keyin bemor tayyor bo'lgandan keyin ekoiksi orqali embrion hosil bo'lganda 5 kundan keyin PGD predimplantatsion diagnostikasi qilinadi va agar embrion sog'lom bo'lsagina ayol bachadoniga o'tkaziladi. Morfologiya o'sha Kruger deb aytiladi, 1 2 3 4 bo'ladi. O'zi bu o'sha eko qilish uchun chiqarilgan narsa. 4 bo'lsa tabiiy homila bo'lishi mumkin, 3 bo'lsa masalan biz eko qilishimiz mumkin, 2 bo'lsa faqat ikkisi qilamiz, 1 bo'ladigan bo'lsa PGD qilamiz. Bu shuning uchun o'zi ko'rsatilgan narsa. Albatta genetikka konsultatsiyasi bo'lishi kerak, embrionni tekshirib olib, undan keyin hal qilamiz nima qilish kerak. Xasta bo'lmang ko'rsatuv davom etadi. Sizlardan savollar kelyapti va shifokorlar batafsil javob berishga harakat qilishmoqda. Kista bepushtlikka olib kelishi mumkinmi? Kistalar har xil bo'ladi. Endometrioidniy kista, folikulyarniy kista, kistani o'sha holatiga qarab, agar endometrioidniy kista bo'lsa, u ko'pincha spaychniy proses chaqiradi, atrofidagi o'sha trubalarda ham spayka bo'ladi, ichovular bilan yopishib ketgan bo'ladi va u o'tkazuvchanlik bo'lmagandan keyin bepushtlikka olib kelishi mumkin. Ham o'zidan zahar modda chiqarib, atrofdagi hujayralarni ham sifatini buzadi. Agar folikulyar kista bo'lsa, u funksional, u so'rilib ketadi hayz kelganda. O'shaning uchun kistani qanaqaligini bilib, shunga qarab davolash kerak bo'ladi. Tashakkur. Egiz farzandimiz 2 xil genetik kasallik bilan tug'ildi. Bittasi 9 oyligida nobud bo'ldi, bittasi 1,5 yoshda Down kasali bilan tug'ilgan. Yana farzand ko'rmoqchimiz, yana kasallik bilan tug'ilmaydimi? Singlim ham Down kasali bilan tug'ilgan. Bu nasl kasalligimi? Egizak homiladorlar 2 xil bo'ladi. Bir tuxum hujayradan rivojlanganlar bir xil ko'rinishga ega bo'ladi. Ikkita tuxum hujayradan rivojlangan egizlar 2 xil bo'ladi va 2 xil kasallik ham bo'lishi mumkin. Demak, savollariga javob beradigan bo'lsak, ularda qandaydir genetik o'zgarishlar bor ota-onada yoki u avloddan avlodga kelayotgan bo'lishi mumkin yoki yangi paydo bo'lgan mutatsiya bo'lishi mumkin. Ular agar bizga murojaat qilishsa, yordam berishimiz mumkin. Ya'ni genetik tekshiruvlar laboratoriyamizni ishga solamiz, aniqlab olamiz. Yangi mutatsiyami yo bu o'sha nasldan o'tib ketayotgan mutatsiyami? Shunga qarab turib korreksiyasini maslahat bersak bo'ladi. Ha, yuqorida ham aytdingiz-ku, misol uchun eko muolajasi bilan biz sog'lom farzand PGD, o'sha PGD. Aha. O'sha PGD. Tashakkur. Yoshim 35 da, yaqinda trixomanoz kasalligi aniqlandi. Hozir homiladorman, 12 haftalik, homilamga zarari yo'qmi? O'zi trixomanoz kasalligi, masalan, Yevropada, Amerikada kasallik ham hisoblashmaydi, qarashmaydi ham, boshqa qilmaydi, lekin bizada juda menimcha eng toza shunaqa gigiyenik xalq bo'lsa kerak. Trixomanoz kasali bo'lsa, darrov buni venerik kasalliklarga ham qo'shilgan, buni davolashgan, lekin
trixomonada kasalligi o'zi katta problema emas. U ichida saqlab yurgan u rezervuar hisoblanadi. Boshqa masalan viruslarni, boshqalarni o'zini bakteriyalarni o'zini ichiga tiqadida, kasallikni xuruj olishiga, ya'ni keyinchalik yana paydo bo'lishiga bu sababchi bo'lib qoladi. Shuning uchun trixomonada kasalligi bo'ladigan bo'lsa, buni o'sha anaerob deymiz, o'sha kasallikni davolab olish kerak. Tashakkur. Follikula yorilishi uchun nima qilish kerak? Tabiiy yo'l bilan yorilishini ilojisi bormi? Endi follikula yorilishi uchun uni qaysi hollarda yorilmasligini ko'rishimiz kerak. Ko'pincha yorilmasligi bo'lgan holat, eng oddiy holat bu shamollash. Shamollash hisobiga kapsula qalinlashib bir xil paytda o'sha 12 oy agar yil davomida bo'lsa 2-3 marta yorilmay qolishi mumkin. Unga protevospalitin o'sha lecheniyaning o'zida yaxshi bo'lib ketadi. Bir xil paytda o'sha polikistoz deb aytamiz, ularning qobilning qalinligini sababi boshqa bo'ladi. O'sha atrofdagi testosteron ishlab chiqaradigan hujayralar bir necha qavatda. Demak, siz o'sha hujayralarni yupqalashtirib, o'sha testosteron uni tushirmagunizcha va uni qo'shimcha davolamagunizcha, demak uni yorish nihoyatda qiyin bo'ladi. Bir xil paytda двойной trigger deb aytamiz. O'sha follikuladan yoriladigan HG gormon ham qilinadi, yana dekapeptil degan gormon ham qiladi. Shularda majburiy yorilantirish ginekologlar tomonidan o'zlashtiriladi. Shularda ham homilador bo'lib ketishi mumkin. Lekin bir marta ovulyatsiya bo'lgandan keyin ketma-ket ovulyatsiya bo'lib, bunaqa bemorlarda ko'pincha homila tez-tez bo'ladi. Yoshim 40 da kista borligi sababli ikkita trubamni oldirib tashladim. 4 yil bo'ldi, hayz ko'rmay qo'ydim. Davolanib hayz ko'rishni qaytarsam bo'ladimi? Buni iloji bormi? Faqat eko qilinadi bu yerda, truba yo'q bo'ladigan bo'lsa. Yo'q, hayzni qaytarishni so'rayaptilar. Homilamiz hayz ko'rish uchun nima qilsam bo'ladi deyaptilar. Agar 40 yoshdan oshgan ayol bo'lsalar, bularda o'sha bir xil payt aytganimizdek, tuxumdonlarni erta qarishi deganlarda, agar zaxira qolmagan bo'lsa, buni rangi menopauza deb beriladi. Faqat o'rindosh gormonal terapiya beriladi. Agar misol uchun o'sha shilliq qavatni o'stirtirib tushirib, lekin zaxira bor bo'lsa, albatta uni ozgina korreksiya qilgandan keyin hayz ko'rib ketishlari mumkin. Tashakkur. Yoshim 44 da hayz siklim o'zgarib, gormonalli dori ichdim. Hayzim to'xtamayapti. 3 oy bo'ldi. Dorini to'xtatsam yana ko'payib laxta-laxta bo'lib kelyapti. Sababi nima bo'lishi mumkin? Charchab ketdim. Trubalarim DHS qilingan. 44 yoshda ayol kishi perimenopauza davrida ko'pincha bo'ladi. Bu davrda gormonalniy disbalans bo'ladi va disbalans hisobiga hayz sikli buziladi, qon ketish holatlari kuzatiladi. Anomalniy matочное кровотечение deymiz. Bu narsani biz gormonalniy korreksiya qilishimiz kerak, shunda hayz regular o'z o'rniga tushib ketishi mumkin. Tashakkur. 3 ta farzandim bor, boshqa tug'mayman deb DHS qildirgandim. Hozir hayzim kelishi kamayib ketyapti. DHSni ochtirsam bo'ladimi? Hayzim kelishi normaga qaytadimi? Hayzni kelishiga mana shu bachadon naylarini boylanishi IJK umuman aloqasi yo'q. Bu funksiyani tuxumdonlar bajaradi. Shuning uchun bu ayolda bu yoshlariga qarab zaxira tushib borayotgan bo'lishi mumkin. Agar shu hayzi regular bo'lib turishini xohlasizlar, bir keslar ko'rib, bitta o'zida qilib, AMGlarni ko'rib qo'yib, korreksiya qilib qo'ysak, bu ayollarning hayzlari ketaveradi normada. Lekin IJKni o'ylamasizlar, oshtirish ham keragi yo'q. Tashakkur. Yoshim 33 da, 4 ta farzandim bor, eroziyam bor. Keyinchalik xavfli asoratlari bormi? Eroziyani xavfli asoratlari. Eroziyani xavfli asoratlari, birinchidan bu eroziya haqiqiy eroziya deb qo'yilgan diagnozmi yo'qmi, uni ko'rish kerak. Albatta bu kriteriyaga kiradi, kelsalar pap test ko'rsatilib bularda bor, tekshirish mumkin bo'lgan. VPChni o'zida genetik tekshiruvlari bor. Hammasini ko'rib chiqqan holda eroziya degan tashxis tasdiqlasak, uni o'zi bosqichma-bosqich lecheniyasi bor. Lekin xavflimi, xavfli emas ham deya olmaymiz. Lekin hamma eroziya ham xavfli emas. Kelib, oxirgacha tekshiruvdan o'tib, bosqichma-bosqich terapiya olib, bu narsani oson davolash. Qo'rqish kerak emas-ku, uni o'sha test ko'rsatib beradi. Nima keyingi qadam qilish, xavflimi, xavfli emasmi? Endi uspakoyitsa ham qilish kerak emas, chunki bachadan bo'ynidagi bo'ladigan ko'p o'sha yomon kasalliklarni ham o'sha boshlanishi eroziyadan boshlangan bo'lishi mumkin. Displaziyalar bo'ladi shunaqa. Tashakkur. Keyingi savollar: follikulalarim yorilyapti, gormonlarim yaxshi, faqat bachadonim 2 shoxli ekan, turmush qurganimga 4 yil bo'lgan, homilador bo'ldim, lekin tushib qoldi. Endi homilador bo'la olmayapman. Nima maslahat berasiz?
Bachadon ikki shoxli bo'lishi bu o'rtasida перегородка, septum bo'lishi mumkin degani. Ikki shoxli bo'lganda ko'pincha bitta shoxi funksional holatda, ya'ni homilani bemalol saqlab, oxirigacha yetkazib bera oladigan holat bo'lishi mumkin. Buni faqat gastroskopiyada biz ko'rishimiz mumkin. Gastroskopiya amaliyotidan keyin biz aniq tashxislab aytib bera olamiz. Ya'ni gastroskopiya qilish kerak. Tashakkur. Yoshim 32 da menda erta klimaks boshlangan, lekin yana farzand ko'rishni istayman. Eko qildirsam bo'ladimi? O'sha erta klimaks boshlanganda aytganimizdek zaxiraga qaraladi va FSG gormoni oshib ketishiga. Agar o'sha FSG gormon 20 gacha bo'lsa, uni o'rindosh terapiya bilan uni tushirib, agar zaxira 1-2 bo'lsa ham biz aytamizki, har doim bitta blуждающий folikul qolib ketishi mumkin, homilador bo'lib qolishlari mumkin. Ekoda ham o'sha biz yaponskiy metod bilan stimulyatsiya qilib, 1-2 folikul yetkazib, o'sha folikulalarni yig'ib, homiladorlikka asos solsa bo'ladi. Lekin agar undan ham oshib ketgan bo'lsa gormon, bu yerda faqat o'rindosh gormonal terapiya, o'zlarini o'sha genetik farzandlari o'sha bo'lmaydi bu ayolda. Tashakkur. Men ayol kishiman, teri ostimda lipoma bor. Lipoma bepushtlikka olib kelishi mumkinmi? Lipoma hech qanaqa aloqasi yo'q bepushtlikka. Men ham shunday deb o'yladim. Nima uchun semiz erkaklarda bepushtlik ko'p kuzatiladi? Semiz erkaklarda birinchi bo'lib metabolik sindrom deymiz, o'sha gipogonadizm deyiladi. Ularda testosteron tushib ketgan bo'ladi. Testosteron faqat erkaklik kuchi yoki erkaklik o'sha nima emas, urug'ni ham rivojlanishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi va uni boshqarishda qatnashadi. Shuning uchun qorni katta erkaklarda o'sha ikkita problema bo'ladi. Birinchisi o'sha gipogonadizm, ikkinchisi insulin rezistens deb aytiladi. Ya'ni insulinga qand kasalligi yaqinlik bo'ladi. Shu holatlarda albatta bularda jinsiy va bepushtlik eng ko'p holatda uchrashadi. Endi shuning uchun birinchi har doim mana hozir bizning davlatimizda ham shu narsa oldinga surilyapti. Harakatni ko'paytirish kerak, sport bilan shug'ullanish kerak, har kuni 10 ming qadam yurish kerak va eng asosiysi shirinliklardan, shakardan voz kechish kerak. Yengil uglevodlarni qabul qilish kerak emas. Uzoq yashayman degan odamga hammasiga shu maslahat. Tashakkur. Spermatozoidlarning sifatini qanday oshirsa bo'ladi? Endi bizlar xalqimizda tushunchasida shunaqa narsa borki, qanaqadir bir sehrgar bir tabletka borki, uni ichsam u kasali sababini topib, uni yaxshi qildirib beradi degan tushuncha bor. O'zi spermatozoidlarning mana shu harakatchanligi juda ko'p omilga bog'liq. Genetik uni muammosiga, o'shaning ichida qatnashayotgan fermentlar, ko'p fermentlar prosessi bitishiga, genlarga juda ko'p muammo. Buni mingta sababi bo'lsa, qanaqa qilib bitta qanaqadir bir dori bilan yoki boshqa bilan to'g'rilasa bo'ladi. Yana aytib ketish kerak. Farmatsevtika bu biznes. Har bir farmatsevtik dori chiqarayotganda aytaveradi, u va'dasi mana bunday beraveradi. Xuddi biz uylanishdan oldin ayolimizga va'da bergandek tog'li hali tilla tog'larni olib beramiz degandek gapiraveradi, oshirib qo'yadi, ko'paytiradi, boshqa, lekin hech qanaqa uni ta'siri bo'lmaydi. Uni faqat sababini, o'sha genetik, epigenetik omilini topib turibgina target deydi, nishonga qarab o'sha dori beradigan bo'lsak, faqat foyda qilishi mumkin. Tashakkur. Opam 38 yosh, 28 haftalikda homilani suvi qolmay bola nobud bo'ldi, yana tug'ishni xohlayapti, yana farzand ko'rish uchun harakat qilmoqchi. Oradan qancha vaqt o'tishi kerak? Homiladorlik yaxshi o'tishi uchun nimalar qilish kerak? Birinchidan bu mana shu homilani o'limiga sabab bo'lgan narsa, bunda bachadon ichi shilliq qavati shu homilani o'rab turgan qavatiga juda kuchli shamollash, yaxshi emas infeksiyalar. Undan tashqari yana ayolning buyragidagi muammolar ham xuddi shu sabablarga juda ko'p olib keladi. Orada 1 yil eng kami vaqt o'tkazib, undan keyin tekshiruvlarni boshlab, dam berib organizmga o'shani sabablariga chiqib, homiladorlikkacha bo'lgan davrda bir kurs terapiyani olib, keyin homilador bo'lganlarda ham tekshiruvlarni o'z vaqtida olib borib, shu infeksiya bo'lmaslikka sabab va davomli qilib borsalar, bu hol takrorlanmaydi obычно. Shuning uchun har doim mana shu infeksiya bilan kurashishimiz kerak bo'ladi bu holatda. Ikkinchisi yana qonni quyuq suyuqligini ham bir kontrolga olish kerak bo'ladi. Chunki qoni quyilib ketgan ayollarda ham homilaning nobud bo'lishlari, suvi kamayib ketishi, shu kabi asoratlar ko'p bo'ladi. Tashakkur. Yoshim 26 da, follikulalarim ikki tomonda ham yaxshi rivojlanmayapti. Ovulyatsiya paytida ular yetilishi ham mumkinmi? Nozomat.
ikki taraflama UZIda kontrol qilganimizda follikulometriyada follikular yetilmasi bu o'sha gormonal yetishmovchilik hisobiga bo'ladi. Estradiol, FSG gormonlari past bo'lganligi shu narsaga olib keladi. Bu narsani korreksiya qilish uchun avval tekshiruvlar o'tkazib, keyin shunga qarab biz dozalarni podbirать qilib tavsiya bera olamiz. Tashakkur. Qizim hayz ko'rganda og'riqli kechadi. Buni sabablari nimada? Misol uchun hayz ko'rishda og'riqli kechsa, agar biz menstrual sikl oladigan bo'lsak, u ikkiga bo'linadi. Birinchi qismi o'sha 14 kunlik follikullar fazi, ikkinchisi luteinovая faza deb aytiladi. Ikkalasida ham gormonlarni o'zicha har xil gormonlar ishlab chiqariladi. Ko'pincha o'sha hayzdan oldin luteinovая faza degan достаточность deb aytamiz. Progesteron gormoni yetishmovchiligi bo'lsa, o'sha bachadonni shilliq qavati sekretorniya transformatsiya deb aytiladi. O'sha narsa bo'lmaydi. Shilliq qavatini oson ko'chishi uchun uni tagida prosloykasi bo'lishi kerak, yumshoq. Agar o'sha progesteron gormoni past bo'lsa, bu prosloyka bo'lmaydi, hayz og'riqli bo'ladi, kam-kamdan uzoq vaqt davom etadi. Demak, bu yerda o'sha tekshiruvdan keyin o'sha ikkinchi fazani gormoni berilsa, hayz og'ruvlari ham qoladi, hayz ham yaxshi kelishni boshlaydi. Tashakkur. Opam 31 yoshda 3 marotaba homilador bo'ldi, ammo homilasi 3 oydan o'smay, rivojlanmay qolmoqda. Bunga sabab nima bo'lishi mumkin? Demak, homiladorlik birinchi yo ikkinchi trimestrda o'smay qolishi, nobud bo'lishi asosan genetik faktorlarga bog'liq bo'ladi. Birinchidan, homilani o'ziga bog'liq faktorlar, ya'ni genetik nuqson bilan rivojlanayotgan bo'lsa, uni onaning organizmi to'xtatishga harakat qiladi. Va onada trombofiliya yoki folat sikli genlarida mutatsiya bo'lsa ham, o'sha giperkoagulyatsion sindrom deydi, qon to'satdan quyuqlashib ketadi va homilada o'sha qon aylanish qon yetib borishi kamayib, homila o'sishdan to'xtaydi va nobud bo'lishi mumkin. Buni yechimi bor. Agar bitta va undan ortiq shunaqa o'sishdan to'xtash holati kuzatilsa, buni sababini topib, yuqorida aytganimizdek, sababini topish muammoni 50% yechildi degani. Chunki richagini ushlansagina uni yechish oson bo'ladi. Sababi topilmasdan taxminiy ishlar qilinadigan bo'lsa, uni yechilmasligi mumkin, qaytanga yana ovoragarchilik qilib asoratli ham kelib chiqishi mumkin. To'g'ri aytyapsiz. Tashakkur. Hurmatli teletomoshabinlar, bizda hozir reklama, keyin esa davom etamiz. Dr. D IVF klinikasi erkak va ayollar bepushtligini davolashga ixtisoslashgan va eko metodikasini O'zbekistonda birinchilardan bo'lib qo'llagan klinika hisoblanib, bugungi kunda yurtimiz va qo'shni davlatlar fuqarolariga sifatli, malakali xizmat ko'rsatib kelmoqda. Klinikada faoliyat olib borayotgan mutaxassislar ko'p yillik tajribaga ega va bir qancha xalqaro reproduktologlar assotsiatsiyalarining a'zolari. Dr. D IVF klinikasida barcha muolajalar xalqaro standartlar asosida zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda amalga oshiriladi. Jumladan klinikaning embriologiya laboratoriyasi innovatsion embrioskop bilan jihozlangan. Spermogramma tahlili esa xalqaro sertifikat asosida tekshiriladi. Dr. D IVF klinikasida barcha xizmatlar xalqaro baby program, IVF ID va Zordog dasturlarida raqamlashtirilgan holda olib boriladi va bu yerda hech bir bemorning ma'lumoti yo'qolmaydi. Shu kunga qadar Dr. D IVF klinikasida eko orqali farzandli bo'lgan juftliklar soni 10 mingdan oshib ketdi. Ilmiy yondashuv, xalqaro tajriba va sifatli xizmat Dr. D IVF klinikasi tanlagan yo'l. Hurmatli teletomoshabinlar, xasta bo'lmang ko'rsatuvi davom etadi. Sizdan kelgan savollar, marhamat Dilmurod aka. Qiz nevaram 10 yosh, g'alati yomon qiliqlar qiladi. Vrachga ko'rsatdik. Vaqtli voyaga yetish kuzatilyapti, chalg'itish kerak, esdan chiqarish kerak deyishdi. Hozir yana 4 yosh va 1 yosh qiz nevaram ham shunaqa qiliqlar qilyapti. Maslahat bersangiz, bu qanaqa kasallik, davo chorasini aytsangiz. Men bu to'g'rida seksopatolog bo'lganim uchun bilaman. O'zbekistonda faqat menga olib kelishadi bularni. Bir bog'chalarda ham xuddi shunaqa holat bo'ldi. Kecha Yelena Nikolayevna shunaqa kasallarni ko'rsatdi. Buni подражательный masturbatsiya deyiladi.
o'sha bolalarni bittasida o'sha qiz bolada qanaqadir holat bo'lganki, jami boshqa narsami qo'li bilan o'ziga tegan. Endi qizlar o'ziga teganda qattiqdir yoqadi, boshqa qildiradi. Shu narsa yoqqandan keyin shu narsani davom ettiradi. Aqliga tushmaydi, boshqa qildirmaydi, qiladi. Uni ko'rgan singlisi yoki agar bog'chada bo'lsa, boshqalar ham ko'rib shu narsani qilishadi. Keyin bularni bog'chadan haydashadi, maktabdan haydashadi, ota-onasiga aytishadi, qarang, mana bunaqa qilyapti, boshqalar ham keyin shunaqa qilib tashlayapti deb aytiladi. Buni bizga olib keladigan bo'lsa, biz buni tushunamiz, yordam beramiz. O'sha datinchikka topish kerak, sababini topish kerak, o'shanga qarab turib davolanadi. 2 yildan beri homilador bo'la olmayapman. Gastroskopiya qildirdim, yopiq deyishdi. Davolatib ochtirdim. Shundan keyin hazm juda kam kelyapti. Bu normal holatmi? Salpingografiya qildirganda yopiq chiqqan bo'lsa, homiladorlikni faqat eko orqali amalga oshirish mumkin. Chunki yopiq trubani qayta ochtirish umuman samara bermaydi. Samara bersa ham ko'pincha bachadondan tashqari homiladorlik juda ko'p holatlarda rivojlanib va undan og'ir operatsiyalarga olib kelishi mumkin. Zaxirasi bo'lsa bo'ldi. Qizim 17 yoshda, hayz sikli buzilgan, yuzidan husnbuzarlar arimaydi. Xavotirdaman. Nima maslahat berasiz? Husnbuzarlar ko'pincha o'sha erkaklik gormoni testosteron oshib ketganda SPKA holatida ko'p kuzatilishi mumkin. Buni davo choralari bor. Albatta uni korreksiya qilish uchun oldin tekshiruvdan o'tib va unga qarab biz korreksiya qilib berishimiz mumkin konsultatsiyada. Spermogramma foizi 20% chiqyapti, yo 80% chiqyapti. Bolalik bo'la olamanmi? Yelena xonim. Birinchidan 80% nimaligini aniqlash kerak. Foiz degan narsa hozirda kam ishlatiladi. Spermogrammada birinchi o'rinda tabiiy homilaga agar ko'rilayotgan bo'lsa, harakatchanligi ko'riladi, morfologiyasi ko'riladi. Morfologiyasi Kruger bo'yicha 4% norma hisoblanadi va tiriklik soni hisoblanadi. 70% dan oshiq bo'lsa, tiriklar soni farzand ko'rish mumkin. Zamonaviy tibbiyotda bu spermatozoidlar 100% ham harakatchan bo'lishi mumkin. Lekin bu yurib kelib tuxum hujayrani oldiga kelish faqat funksiyasi, transportning funksiyasi deyiladi. Ikkinchi funksiyasi buni urchitish. Ya'ni bu harakatchan bo'lganimda buni urchitadi deb aytib bo'lmaydi. Shuning uchun buni bashorat deymiz. Tibbiyotda ham shariatimizda bashorat bilan hech narsa fikr yuritilmaydi. Haligi bo'lamanmi degan savolga javob bo'ladi. Bu urug'ni 20-21-yil protokoli asosida tekshirib, buni ichida o'sha bolasiga beradigan xromosom upakovkasi tirikmi, yo'qmi, butunmi, yo'qmi ko'riladi-da. Shunga qarab maslahat beriladi. Endi harakatchanlik degan narsa bu har doim buni ichidagi genetik materiali butun degan narsa emas. Shuning uchun hozir bizga даже harakatlanmasa, qotib turgan bo'lsa ham, bu tirik bo'lsa, uni ichidagi bolasiga beradigan xromatin upakovkasi butun bo'ladigan bo'lsa, boshqa o'sha yordamchi texnologiyalarni qo'llagan holda bularni farzandli qildirish mumkin bo'ladi. Savolimga javob berganingiz uchun katta rahmat. Yana bir savol meni qiziqtiryapti. Trixomanoz homilalarga o'tadimi? Yo'q, o'tmaydi. Trixomanoz kasalligi o'zi aytdim, mana eshitgandingiz, siz bergan ekansiz. Yevropada, Amerikada umuman kasallik hisoblanmaydi. Lekin biza buni nima uchun davolaymiz? Bu o'sha kasallikni rezerv qilish mumkin. Agar boshqa kasalliklar bo'lsa, mana ilgari gonoreya bo'lardi, yomon kasalliklar bo'lardi, sifilis, boshqa kasalliklar tug'ayotgan paytda maxsus biza o'sha tug'ruqxonalarda profilaktika choralarini ko'rardik. Bolalarni ko'ziga argentum tomizish yoki o'sha har xil profilaktika choralari bu venerik kasalliklardan bor holatda ayollarni tug'dirishga. Bugungi kunda bu umuman muammo emas. Chunki bugungi antibiotiklar erasida umuman bu kasalliklar to'g'risida gapirmasak ham bo'ladi. Tashakkur. Yana ozgina vaqtimiz bor. Turmush qurganimizga 2 yil bo'lgan edi. Ayolim homilador bo'ldi. Tug'ilganiga 5 kun bo'lganda farzandimiz nobud bo'ldi. Yana 2 yil o'tib homilador bo'ldi. 1 oyligida tushib qoldi. Ko'p davolandi. Natija bo'lmayapti. Nima bo'lishi mumkin? To'yimiz bo'lganiga 6 yil bo'ldi. Farzandli bo'lishni juda xohlayapmiz. Bu o'sha bu ham xromosomidagi o'zgarishlar bilan bog'liq. Xromosomidagi
joylashgan genlar ham homilani rivojlanishini ta'minlaydi, ham misol uchun 2 yil oralig'ida vaqt o'tyapti, o'sha jinsiy hujayralarning normal hosil bo'lishini ham ta'minlaydi. Demak, u ota-ona shu kariotip tekshiruv topshirish kerak bo'ladi. Ularda shu qaysi hamdir xromosomada o'zgarish bor, o'sha o'zgarishni aniqlab, keyin shu eko PGD qilib balki o'sha yechim topish mumkin bo'lishi mumkin. Ota-ona kariotip topshiradi yoki ko'rikka kelib o'sha genetik anamnez deydi. Ya'ni bizada shunaqa anamnez bor, so'rab surishtiramiz. Uni ota-onasida, bobo-buvilarida shunaqa muammolar bo'lmaganmi? Daraxtni surishtiramizda va shu so'rab surishtirishni o'zida 50%, 60% biza ma'lumotga ega bo'lamiz. Qolgani instrumental tekshiruvlar orqali aniqlashtiramiz. Birinchi farzandi bekorga nobud bo'lmagan, ikkinchi homilasi ham bekorga nobud bo'lmagan. Buni sababini topish kerak. Dilmurod aka, shu yerda bir savol tug'ildida. Agarda shunday mana yoshlarni to'ydan avval tekshirsa bo'ladi-ku, to'g'rimi? Bir-biriga to'g'ri kelgan, kelmasigini mana genetik laboratoriyaga olib borib, Albatta. suvchilikdan avval qilsa ham bo'ladi. Misol uchun yoshlar bir-biri bilan gaplashsa. Qarindoshida Nigoraxon kimdadir bola tushgan bo'lsa, bizlarnikini bekitamiz, boshqa qildiramiz, oilani siri deb hisoblanadi. Kimdadir shunaqa holat bo'lgan bo'lsa, aka-ukalar, navaralar itakdali, shularni oldin uylanishdan oldin o'zi mana kelib genetik konsultatsiyadan o'tgan yoki mana qarindoshlik turmushlar bo'lyapti, aka-uka rishtalarini yo'qolmasin deb quda bo'lishni xohlashadi. Kelib ko'rsatib hech kim aytmaydi, bu albatta sen kasal bo'lasan deb. Hech nima bo'lmasligi ham mumkin. Men ham aka-ukani bolalaridan bo'lganman. Mana onam bilan otam ikkalovi o'sha aka singilli bolalari bo'lgan. Lekin bu ham lotereyada, shuning uchun agarda genetik laboratoriyaga yoshlar kelib tekshiruvlardan o'tsa, keyinchalik aynan mana shunday muammolardan xolis bo'lishadimi deb o'ylayapman-da. Chunki keyinchalik mana bolalari tushib qoldi yoki befarzand oila bo'lgandan ko'ra avval tekshiruvdan o'tib, keyin turmush qurgan yaxshiroq deb Eng zamonaviy maslahat bo'ladi. Tashakkur. Dilmurod aka, sizga va bugun butun jamoangizga, shogirdlaringizga katta rahmat aytmoqchiman, chunki ko'rsatuv davomida juda ham ko'p savollar keldi. Yarmiga javob berdik, yarmi yana qolib ketdi. O'ylaymanki, keyingi efirga kelganingizda albatta ularga javob berasiz. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan bugun kelganingiz uchun sizdan minnatdormiz. Sog' bo'linglar. Mohi Ramazon muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin, albatta, albatta Ramazon. muborak bo'lsin. Aynan mana shunday kunda ko'rishib turganimiz ham bu yaxshi belgi. Hurmatli teletomoshabinlar, bugungi efirimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.